Yangi O'zbekiston bog'iga 2 kilometr, yangi Toshkentga birinchi bosqichda kiriladigan joylardan, ya'ni o'zimizga tegishli bitta joyni srochniy narxda sotamiz. Bu joylar ham shu yergacha dashniy posyolka bo'lgan. Menimcha shu yilni o'zida yangi Toshkentga o'tiladi, lekin o'tgan paytda o'sha narxi o'zgaradi. Oldin tashqaridan keyin ichkarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana mahallani ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ikkita mashina bemalol sig'adi. Hovliga kirar ekanmiz. Mana hovlimizning umumiy ko'rinishi. Bu yoqlarni bizning taxminimizcha 2030 largacha, sotugi 40 minggacha ko'tarilish prognozi bor. Kirganimizda mana 1,5 qavatli uyi bor, lekin uyni otsienka qilmaymiz, yer narxida sotiladi. Bu yerda kommunikatsiyalardan suv skvajna, gaz bilan svet городской, kanalizatsiya yo'q, lekin avtonomniy qilib foydalanishingiz mumkin va bu yerni mana taqdiridan xabari borlar. Bemalol dang'illatib uylarni qurib yotibdi. Ma'lumot o'rnida hovlimizning orqa tarafida 4 sotikcha zaxvat bor, lekin bizga tegishli emas. Ertaga odamini topib, xarajatini qilsangiz, yana 4 sotik qo'shib olsangiz bo'ladi. Biz faqat 6 sotik sota olamiz. Bu joyga biz taxminan o'zimiz 15 mingdan mo'ljal qildik sotig'ini, lekin kanalimiz, ya'ni o'zimizning kanaldan chiqadigan bo'lsa 14,5 mingdan berib olamiz. Kimgadir agar jiz qilib yoqsa, tepasida turib gaplashsak, yana ozgincha o'tladigan joyi bor. Lokatsiyamizni Telegram kanalimizda joylab boramiz va tagiga o'zimizning nomerimizni joylaymiz. Bemalol, bexijolat murojaat qilib, gaplashib, kelib, baraka qilishingiz mumkin.